Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida Futbol maydoni kanali. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga like bosishni unutmang. Demak, biz boshladik. Guardiola yana bir marta Husanovni tilga oldi. Manchester City bosh murabbiyi Josep Guardiola Angliya chempionatining 28-tur doirasida bo'lib o'tadigan Nottingham Forest klubiga qarshi o'yin oldidan o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Abduqodir Husanovning jamoaga ta'siri juda yaxshi bo'ldi. Vitor Reis Plymouthga qarshi bahsda juda yaxshi o'ynadi. Endi akademiyadan ba'zi markaziy himoyachilar safimizga kelib qo'shilmoqda. Katta yoshlilardan ba'zilari klublar o'rtasidagi jahon chempionatiga tayyor bo'lishi mumkin. Biz jarohatlar borasida omadsizmiz, lekin klub yanvarda transfer qilishga qaror qildi. Agar shunday qilmaganimizda muammoga duch kelgan bo'lardik. Manchester City muxlislari jamoa himoyachisi Abduqodir Husanovga laqab o'ylab topishdi. Endilikda ular o'zbekistonlik futbolchini Uzbekcan Bauer deb atashmoqda, deb yozadi futbol eksperti Vadim Lukomskiy. Abduqodir Husanov nafaqat Manchester Cityda o'yinning eng yaxshi futbolchisi sovrinini qo'lga kiritdi, shuningdek u kichik rekord ham qayd etdi. Husanov klubning butun tarixi davomida eng ko'p ovoz to'plagan futbolchiga aylandi. Muxlislar bu e'tirofni ajoyib laqab bilan mustahkamlashdi. Uzbekcan Bauer deb yozadi Lukomskiy. Ushbu laqab futbol tarixidagi afsonaviy himoyachi Germaniya terma jamoasi va Bavariyaning sobiq futbolchisi Franz Beckenbauer nomidan olingan. Beckenbauer himoyadagi ajoyib o'yini va maydondagi yetakchilik fazilatlari bilan mashhur bo'lib, u futbol tarixidagi eng buyuk himoyachilardan biri hisoblanadi. Ma'lumot uchun, Abduqodir Husanov fevral oyida City safida 5 ta o'yin o'tkazib, bitta gol urishni uddaladi. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosishingizni va o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat.